Hammaga assalomu alaykum. Ko'rib turganingizdek, grafikda Netflix kompaniyasining aksiyasi Telegram kanalda aynan mana shu qimmatli qog'ozni yanvar oylarida berilgan edi. Unda narx 90-80 atrofigacha tushgan edi. Nimaga aynan Netflix kompaniyasini investitsiya g'oyasi sifatida berildi? Birinchisi, bu texnik jihatdan mana kompaniya kompaniyani aksiyasi narxi $130 dan qariyb 75 gacha tushdi. Padение bo'ldi, turdi va 80 ni yorib o'tish bilan ko'rasizlar kuchli impuls движение berdi. Lekin mana shu aksiya tushayotganda investitsiya g'oyasi berilgan edi. Ikkinchidan, bu fundamental jihatdan kompaniya juda ham kuchli, daromadlari yildan yilga stabil o'sib bormoqda va biznes obuna, ya'ni oylik to'lov asosiga asoslangan uchun juda ham katta cashga ega kompaniya va bu narx tushishi bu ajoyib imkoniyatni beradi. Ya'ni o'rta muddatli investitsiya sifatida. Mana ko'rdinglar, birinchi valnani o'zida aksiya 80 dan 110 gacha qariyb 30% ga o'sish berdi. Bu juda ham zo'r показатель, juda ham ko'rsatkich va bu uzoq muddatda men bu kompaniya aksiyasi yanada o'sishini kutmoqdaman. To есть 130 va undan yuqori, chunki kompaniyani trillionli kompaniya deb prognozlar mavjud. E'tibor uchun rahmat, hammaga omad.